2026 yilgi Chevrolet Lacetti, ya'ni Gentra, o'zining yangi avlod ko'rinishi bilan yana avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirmoqda. Ushbu model O'zbekiston bozorida eng ko'p sotiladigan sedanlardan biri sifatida mashhur bo'lib, 2026 yilgi versiyada yanada zamonaviy dizayn, qulaylik va texnologiyalar bilan boyitilgan. Avvalo, tashqi ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, yangi Lacetti o'zining aerodinamik shakli, keng radiator panjarasi va LED faralari bilan jiddiyroq va zamonaviyroq ko'rinadi. Old bamperda sport uslubidagi o'zgartirishlar, orqa qismda esa LED chiroqlar va yangilangan spoiler avtomobilga yanada jozibadorlik beradi. Ranglar palitrasi ham kengaygan, metallik kulrang, ko'k, oq va qora variantlar ayniqsa talabda bo'ladi. Salon ichida esa qulaylik darajasi sezilarli darajada oshgan. Yumshoq materiallardan yasalgan torpedosi, keng o'rindiqlar, 8 dyuymli sensorli multimedia tizimi va Android Auto hamda Apple CarPlay qo'llab-quvvatlovi bilan haydovchi uchun haqiqiy komfort zonasi yaratilgan. Shuningdek, yangi raqamli panel, orqa kamera, avtomatik konditsioner va USP-portlar mavjud. Texnik jihatdan 2026 yilgi Chevrolet Lacetti 1.5 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlanadi. U 107 ot kuchiga ega. Transmissiya variantlari 5 pogonali mexanik yoki 6 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi. Yoqilgi tejamkorligi ham yaxshilangan. O'rtacha 7 litr atrofida yoqilgi sarfi bilan bu model shahar va trassa haydovlari uchun ideal tanlov bo'ladi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. ABS, EPT, old va yon xavfsizlik yostiqchalari, tormoz yordam tizimi va bolalar o'rindigini o'rnatish uchun isofix tizimi avtomobilni yanada ishonchli qiladi. Narx haqida gap ketganda, yangi 2026 Chevrolet Lacetti, Gentra, o'rtacha 150–170 million so'm oraligida bo'lishi kutilmoqda. Albatta, bu narx tanlangan komplektatsiya va qo'shimcha opsiyalarga qarab farq qilishi mumkin. Umuman olganda, 2026 yilgi Lacetti bu ishonchlilik, qulaylik va arzon texnik xizmat ko'rsatish bilan ajralib turadigan sedan. Oila uchun ham, ish safarlari uchun ham mukammal tanlov bo'la oladi. Shu sababli u O'zbekiston yo'llarida eng ko'p ko'riladigan mashinalardan biri bo'lib qoladi.